Assalomu alaykum. Bugun biz Windows 11 ustal usti bilan tanishib chiqaylik. O'ng ustida Civet, ya'ni axlat sanduqi bor. Uning ostida Microsoft Edge degan tor ko'gi. Undan keyin Mac qisqichni o'zimiz qurib qo'ygan qisqich. Undan keyin ostidagisi vazifa baldoq bo'lib, buningdagi bu 4 katakchi va bu 4 katakchi topcha boshlash topchisi. Buni cheksak Windows'ningki programmalari ko'rindi. Odatda ko'p ishlatiladigan programmalar mushayda ko'rindi maqsadli holatda. Masalan, birazini chiqarib o'tmoqchi bo'lsak, shu topchini nishonlab, o'ng tarafini chekib bilan buni cho'qilsak bo'ladi, eng ustiga o'tkazib bo'ladi, uchagi bo'ladi yoki boshlash tizimligidan chiqarib o'tgan bo'ladi. Yoki chiqarib o'tamiz yoki o'chirib o'tamiz. Undan keyin o'ng tarafni cheksak, boshlash topchiniki. Shu boshlash topchiga munosabatlik masalan app va iqtidor degan tang shaklni masalan ko'chim markazi, tok manba, sistemaning uchurlari degandek tiz buyruqlarning hammasini bizga ko'rsatib berdi. Masalan, tang shaklni chekib boqaylik. Tang shaklni cheksak, sistemaning tang shaklini bizga ko'rsatib berdi. Yoki bo'lmaydi, boshla topchini chekib tang shaklni cheksakmi o'xshash. Undan keyin so'l surilsak, bu izdugich. Kompyuterning ichidagi uchurni va internetni izlaydi. Oldi bilan kompyuterning ichidagini izlaydi. Agar kompyuterning ichida bo'lmasa, internetni izlab beradi. Undan keyin so'l tarafga surilsak, bu mavhum ustal yuzi. Odatda normalda bir ustal yuzi bo'ladi, birinchi ustal yuzi hozir biz ko'rayotgani. Agarda mavhum ustal yuzidan birini qurmay desak, buni chekib, birini qursak bo'ladi. Mavhum ustal yuzining so'l tarafidagisi paranglish deb tarjima qilibdi. Bu Microsoft shirkatining Team deydigan yig'in ichish, undan keyin paranglashish, undan keyin tor suhbatlarni olib berish ishlatiladigan yumshoq detal. Uning so'l tarafidagisi hujjat ko'rgich. Odatda Windows'da eng ko'p ishlatiladigan qurollarning birisi hujjat va har qaysi manbalarni boshqarishga ishlatiladigan qurol. İngilizcesi Explorer, Uyg'urcha hujjat ko'rgich deb tarjima qilibdi. Odatda burun manba boshqarg'ich deb tarjima qilgan. Hujjat ko'rgich desak bo'ladi. Tarjimada har xil elyapti hozir. Undan keyin so'l tarafdagisi tor ko'gi. Cheksak, mana internetningki tor ko'gini ochdi. Masalan, Google'ning tor bekitini ichib boqaylik. Oldi bilan kirgizgichni inglizcha to'g'rilab, undan keyin google.com deylik. Google.com'dan açsak, Google'ning tor bekitini ichib berdi, ham Google kiran, undan keyin Google'ni o'rnidan sezadiğanda eskartishlarni bizga ko'rsatib berdi. Masalan, Uyg'ur deb izlab boqaylik. Kirgizgichni Uyg'urchaga almashtirib, Uyg'ur deb izlaylik. İzlasak, undan keyin hozir boshda AI, ya'ni sun'iy aqlda javob berib, Uyg'ur deganini tunishtirib, undan keyin kishi, til, madaniyat, tarix, undan keyin imlo debdi. Undan keyin Uyg'urga munosabatli suratlarni ko'rsatib, oxirida bizga tor bekatlarni ko'rsatib berdi. Oldi bilan Wikipedia'ni, undan keyin boshqa tor bekatlarni bizga ko'rsatib berdi. Uyg'urga munosabatli. Ko'zakni taqib deylik. Undan keyin mas'ul tarafdagisi Microsoft shirkatiningki tor do'koni. Cheksak, tor do'konini ichib birda bir tor do'kondan biz har xil yumshoq detallarni o'shadan tushirib kompyuterimizga o'rnatib ishlatalaymiz. Balkim tunchi qatam qo'zg'alish o'g'achqa ba'zi bir yumshoq detallarni, undan keyin uchurlarni tordan tushirish mumkin. Shunga managa biroz vaqt ketishi mumkin. Buni biz kichikiltib qo'yaylik. Undan keyin so'l tarafga surilsak, yana bir uch bulon yuqoriga qargan yo o'xshash yoki daraja ko'tarish belgisiga o'xshash belgini cheksak,
ba'zi kompyuterdagi masalan ba'zi iqtidorlarni masalan ijro bo'layotgan ba'zi programmalarni o'chirib qo'ydi. Masalan, bexatarlik, VirtualBox'ningki ko'rsatish programmasi. Mumkin bulut diskisi. Bir çeksek ba'zi ijro bo'layotgan orqa supida programmalarni o'shaga o'chirib qo'ydi. Mushu 3 bo'lum, ya'ni daraja ko'tarish belgisiga o'xshash belgini chekkandan keyin biz ijro bo'layotgan orqa supida ijro bo'layotgan ba'zi programmalarni ko'ra olamiz. Uning sol tarafidagisi uy deb ko'rinibdi. Bu kirgizgichning belgisi. Hozirgi kirgizgich uyg'urcha tanlov. Agar inglizcha tanlasak eng deb ko'rinadi. Harf taxtaniki qaysi harf taxtini tanlagan bo'lsak, shu harf taxtaniki uchuri qisqartirilmiş ko'rindi. Uning sol tarafidagisi tor kartasini ko'rsatadi. Tor kartasiniki tangshaklari, ovozniki. Undan keyin agarda sizning kompyuteringiz yan kompyuter bo'lgan bo'lsa, tokdanninki tok miqdorini, undan keyin tangshaklarini o'shadan tangshakli bo'ldi. Tor kartasining sol tarafidagisi ovozniki. Masalan, ovozniki kuchlik ojizligini o'shadan tangshakli bo'ldi. Shu surgichni surib, son qancha kichik bo'lsa ovoz kichiklaydi, ya'ni ovoz pasaydi. Qancha yuqori bo'lsa son ovoz kuchaydi, ya'ni yangroq chiqadi ovoz. Yaratquninki sol tarafidagisi hozirgi tokdanninki tokning avvali. Uning sol tarafidagisi hozirgi chisla. Hozirgi chislani ko'rsatib turadi. Undan keyin masalan ba'zi bir programmani ochgan chog'da masalan butun ekranni to'sib oldi. Butun ekranni to'sib oldi. Men ustal ustini ko'makchi bo'lsam, chashqanakni nishonlag'ichni shu chislaning sol tarafida ekansiz to'g'rilasak, eng sol tarafda bir baldoq bor. Shu baldoqni nishonlasak, ustal yuzini ko'rsatish deb ko'rindi. Bir cheksak, mayli qancha programma ulashdan qat'iy nazar, masalan, mana tayyorlanadigan ijro bo'layotidi. Ma ustal yuzi shunami? Va hujjat boshqaruvchi. Masalan, hammasi shunday bir nechta ko'znak ulab ustalni to'sib oldi. Masalan, mana ostidagini ko'makchi bo'lsam, bir amal shu ko'znakni kichikiltib qo'ymay yoki taqiltib. Kichikiltib qo'yib ko'rsam bo'ldi. Agarda biroqlam hamma ko'znakni kichikiltib etmoqchi bo'lsak, shu chashqanakninki nishonlag'ichni soat ko'rinadigan o'rinning sol tarafiga to'g'rilasak, ustal yuzini ko'rsatish degan uchur ko'rindi. Bir cheksak, hozir ijro bo'layotgan programmaning hammasini kichikiltib ustal yuzini ko'rsatib turdi. Undan keyin ijro bo'layotgan programmaning hammasi vazifa baldoqqa kichiklaydi. Mana cheksak asli keldi. Masalan, ma'lum chekayli asli keldi. Bugun biz Windows 11 mashg'ulot sistemasining ustal yuzidagi elementlarni qisqacha tanishtirib o'tdik. Keyin qator maqsadda ko'rishaylik. Allohga emanet.